Bugun 2-may. Soat 12:00. Biza aylanishga ketyapmiz. Pakaplarda hozir faqat birinchi namoz o'qish bor. Keyin ko'ramiz obed qilib, qo'hara ketishni planlarni tuzamiz. Dalish sizlar bilan birga aylanamiz. 4-etajda bunaqasi swimming pool bor. Shunga tushamiz. Kecha oqshom kelib prosta ko'rib ketmoqchi edik. Yapurayda. Uzun kursam bo'ldi. Mana bunaqa basseynchasi bor ekan. Ne biz tushmoqmiz. Bugun 3-kun. Oqshom shu bugun charchagan bo'lsak ham tushamiz. Qarala katta ekan. Zagarovsha chiqdilar. Ana o'zdagi. Emar anaqasi. O'zdagisi. Baxa o'qiyadi u tarafdan o'tasiz. Ha, GM ham bor o'zini. Ha. Evet. Zalotoy. Vaqtda jetskisi bor ekan. Bugun точно ko'p video bo'ladi. Chunki 2 kun issiqqa hali o'rgana olmagan edim. Ko'p video ololmay issiqda mazam bo'lmay yurdim. Lekin bugun уже ancha yaxshiman. Issiqqa o'rgandim. Oqshom kelamiz. Aylanishda charchab kelamiz. Bitta suv kirsak ham charchaqlarimiz chiqib ketadi inshaalloh. Nima bor ekan? Rizo. Deyin surum yozilganda. Can akşam tushasiz o'zingiz yuring. O'zimni aylantirib keling. Soat 12:10. Matchda kiribmiz, chunki 10 minutda uspet qilamiz, ketib namoz o'qishga. Vaqtda birdan o'z namoz biz o'qib, jamoat namozini ham o'qib, keyin Dubai Mallga ketamiz. Eng yaqin stansiya Dubai Mall. O'shaga ketamiz. Ramkaga ketamiz. Bugun yana bir dunyo spiskaramiz, bu ketadigan joylarimiz. Endi nasib qilsa qo'hlar uspet qilsak o'sha yoqlarga ketamiz. Chunki juda ham havo issiq, prям parniy havoda. O'shaning uchun salligina odam lanch bo'ladi. Havo issiqligi uchun. O'shani bugun qo'hlaracham uspet qilsak, o'sha yoqlarga ketamiz, sizlar bilan aylanamiz. Bugun barvaqtroq chiqdik. Uydan o'zi 7da turgan edik, tez avtorak qildik, keyin ikkinchi ketadigan joyimizga bilet oldik. Shunaqa xursandman. Ko'rasizlar yana qo'qa ketish bizni. Soat 3 bo'ldi. Bugun faqat Ramka o'ziga ketib, oqshom shu Dubai Mallda bir ikkita oladigan narsalarimni olamiz. Kecha mana shu Farsi restoranga kirgan edik. Endi to'g'ridagi bu magazinga kiramiz. Mana shu magazin. Hozir burada axir hamma narsasi bor. Birdan ketib shuqda ovqat tarafa o'taylik. Qamoq kiraman oqshom. Yogurtda qaranglar turiya. Vaqtda kecha ko'rsatgan mevalarim. Цветочки, mandaram bor. Evet, men baxay. Kelib bundan beri tanlab olib, keyin vaqtda ichishlarsa свежий juicelar aytib, baqa kelib nima yemoqchisangiz tanlasizlar, vaqtda sizlarga isitib tayyorlab beradi. Keyin vaqtda shuncha narsa bor. Salatlar bor. Hamma narsa vaqtda bemalol bunaqa. Tavuq, islamni qavrilganlar, birinchisi ham mana ovqatlar birinchi bor ekan, hozir Rizo bilan birinchi olaman. Keyin baqa o'tsangiz siz tanlayvering, men ko'rsatib kelay.
Tana bu mudur? Kima baxtam unaqa har xil vopichkalar bor. Croissantlar ham bor. Xohlasangiz kofe ham tayyorlab beraman. Keyin anaqa уже tayyor pecheylar ham bor. Davay biz tanladik, keyin nimani olganimizni ko'rsataman. Men o'zimam bunaqa noncha oldim, как batonchalik, roza o'zlari bunaqalardan oldim. Boqda aytdimki, birinchi yaxshi ko'raradi. Boqda ikki xil birinchi, tagida oq birinchi, ustida bunaqa sariq birinchi и bunaqa ko'rinni qilinganda. Ustida mana ko'richa. И boqda 4 xil salat. Попробуйте ko'ramiz. Если qo'ymasak yana olamiz. Men bu shikachadan oldim. Oldingiz bizda ko'p yedim, yomon sog'ib yedim, ko'rdim, boqda sразу oldim, ko'ramiz ta'mi qanaqa. Keyin men bu shokoladni ayama keltirib Amerikada yuborgaydi. Atena dona pachkachada. Boqda 3 tasi, bittasini oldim. Biza ramkaga keldik. Dubayskaya ramka. Hozir kiramiz, bilet olamiz. İçine birga sizlar bilan aylanamiz. Biz o safar kelganimizda bileti yo'q edi nalichida. Bu safar endi kiramiz. Biletlar narxi 52 50 dirhamdan ekan. 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bachalari 21 dirham, undan maydalari besplatno. Biz ikkita olibmiz. Evi qilib ketsak, o'zim bizlar tam bo'ladi, qog'ozi. O'sha 3-joy shuni. Qog'oz tam bo'ladi. Tepaga chiqamiz. Bu ramka o'zi. Biletni oldik. Endi ketamiz. Qaraylar qancha katta. Zaki, bizda fontanlar ham yo'qdilar. Boqda uchrab, chiqaryapmiz. Ko'ramiz. Hozir nima belchilik bilet qilamiz. Bilet bilan. Qayta. Biletem orqamda. Qanaqadir par ichidan o'tdik. Vau. Bu как anaqa qumdek bo'lgan. Ana eshikdan kirgandan anaqa joychalar. Arablar istoriyasi, как бы ishlatgan narsalari. Qanday qilingan, nimada qilingan. Вот. Shuvoqmi, nimadalar shulari? Mamnun tikkanlar, как бы. Qur'on o'qiganlari. Eskicha mana shunaqa uylarda. Hamma atmosferasi bor. Farhat Fabriks bo'lgan. Shamatchilar. Boqda bunaqa narsalar sotilgan magazinchada.
Saffron karpsiga. Ha. Ama desem anaqa. Ambra General Trade ekan. Beton. Irish handicraft. Burada qilingan bunaqa narsalar. Qanday qurilgan haqida ma'lumot. Lift. İkide. Açırak oturup basmayınız. Нам повезло, видишь, смотри, сколько скрывается. Сейчас сюда смотри. Будет все. Лифтами короче. Смотри, сон. Вау. Сейчас высоко-высоко поедем. Ждут захватывает. А мы еще даже не доехали. Смотри, как высоко сон. Смотри, как весь город видно. Да, lift bo'lsa boshqa etaj yo'q. To'xtatib. Instagram'ga Чапта Дубайда. Вау, яке страшно мене. Вот. Идем? Просто я başta sen. Anne. Опа. Mana shu apparatga 25 dirham oplatsiz qilsangiz, xohlasangiz birinchi tangadan, xohlasangiz ikkinchi tangadan tanlab olsangiz bo'ladi. Biza juda qiziq o'sha. Ha? Chiladi. Mana topinglar. Серьезно? Окей.
Чувствую ish topdi-da. Ne bu tushda kelamiz. Shunaqa aylanishlar. Ro'xta tuttasa odam xuddi shu ko'chada ketayotganday bo'lyapsan. Boshing aylanibdi. Qaqib yurganday bo'lib bu. Xuddi ana o'sha ustida bo'lganda. Vau. Uni ham qimirlatganda yo'q. Telefonda lekin bilinmoqda, вообще bilinmoqda. Nuh hayotda kelib. Vau. Titra. Ana qimirlab. Vau. Barib odam ko'z bilan anaqa чувствует-ki. Shuna oyog'im qimirlabdi. Yo'q, yaxshi. Vau. Robertchalar. Shunaqa bo'ladi debdi. Yer. Quyosh. Galaktika. Wow. Wow. Dubai. Akvarium. Akvarium ichidan mana qalay yuribdi Robertlar. Endi 3D boozing. Shuna Robert yaxshi. Bular bunaqalar ham bo'lar ekan. Quloq otdi. Albatta. Yo'q, bu daraja bo'lmasa kerak. Hozircha bu daraja emas. Roha prosta kelib o'zingiz ko'rishingiz kerak. Telefonda bilinib, aboqda to'xtasangiz, mana joyda to'xtabmiz. Aboqda to'xtasangiz, ham чувствовать qilasizlar. Happy birthday. Qaranglar, xona qanchalik anaqa kamerasi. Aslida o'shacha.
محمد بن رشید المکتوم. Wow. نقرأ قناة. Yo'q. Hamma joyda taktika biladim. Shunga chiqqaningizda o'zini magazinchasi. Vaqtda har xil shunaqa aksessuarlar, suvenirlar bor. Men bilaman shu payt o'ralashyaptilar. Mana shunaqa. Kepkalar, sumkalar. Ruchkalarda mana bunaqa brelokchalik. Yaxshi. Zaman bu yoqda mana eshkan 26 dirham ekan. Day to day da olaman qasam o'tsa 26 bidan ekancha. Maydachasi yo'qda. 26 ekan. Day to day da olaman o'tsa. Şuna kadar today da olaman. Men bu ham yo'qdir ekan qimmat. Bu nima? Mana qabul ekan, baho ekan qon. Qarang, polni o'tib baho qon. Ne qilasizlar ko'chalar. Yo'qdir bu ham. Ekan qimmat. Vaqtda. Oy, 200 mi? 250. 250. Rahmat. Bitta kosmetik olaman. Maza qilib ishlayman. Raftem merem Dubayga. Chiqqanlar mana shunaqa atmosferacha. Oyam bor. Ramkadan chiqdik, metroga kelibmiz. Hozir Dubay mola ketib, bir ikkita narsalar olamiz. Shu bilan keyin u yerga bugun dam olamiz. Ertaga ko'proq joylar aylanish uchun. Nasib bo'lsa inshaalloh. Biz Dubay mola yetib keldik, soat 9 bo'libdi. Hozir esa dollar maylar otdilar. Rasxotlar bizlar. Bor, hozir aylanamiz, kerak narsalar olib, keyin bitta 11:30larda apartamentda qaytmoqchimiz. Bugun dam olib, nasib bo'lsa ertaga uchta joyga ketib, yaxshi aylanib, zo'r videochalar olib, keyin 4-maydan ham bizda shu 3ta joyga ketib, vaqtdan zo'r videochalar olib sizlarga ko'rsatmoqchiman.
Hozir marka oldidan o'tadidan bu yoqda bunaqa o'zlarini yarmarkacha qiladilar. Yangi chiqqan narsalarni shtobi ko'rsatish uchun magazin oldida ili magazina yaqinroq joyda. Hozir bu yoqda yangi narsalar bor ekan. Sabo ham ber ekanlar. So'rab ko'rdim hozir. Hozir chiqib beraman deb chiqsin. I take video. Okay? Okay. Foto chiqib berdilar. Aha. Foundation. Aha. Thank you. And then fixed glass. This Oh. is fine. Thank you. Do you need shopping bag? Yeah. 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 Bunaqa nimasi bor ekan, yangi chiqqan. O'zini bunaqa narsasi. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. İyi bot. Mana shunaqa. Soat 12 bo'libdi. Zaynda pishqon qaytibmiz. Dubay havolarida ko'chalarni bir aylanaylik deb isda qaytibmiz. Keyingi vloglarda yana podrobroq ko'rsatishga harakat qilaman. Bugun faqat narsa olishga fikrim qaratganim uchun video olmadim. Mana bunaqa bu tramvaycham nimacha o'zi? Nimadircha bu bog'da. Mana yo'li mashinaga qo'shilgan. Bu prosta как eksponatdek turibdi. Tepasida kofe ichib, bog'dan oldida kafe bor. Kafeniki bu. Kofe ichib, pirojnichalar yeyish uchunda. Вот. Emar. Dubai. Shunaqa atmosfera. Yana nima yetsin? Dubai. Sevishganlar shahrida. Yaxshi ko'rgan odamlaringiz bilan issiqqina havoda maza qilib aylanib, hech kim sizlar bilan yuzlashishlar hech kim bilan yo'qdi. G'iybatchi, gapchi, hech qaralar yo'qdi. Hamma o'zini hayotida, hamma o'zini kayfiga ko'ra yashayotgan davlatda maza qilib aylanib yurish zo'r. Mana o'sha qanotcha. Ayo, Oqshom kelamizmi yo'qmi? bu yoqda bunaqa restoran, kafe bor ekan. Iran zamin degan kelish kerak. O'zbek kerakka. Mana bizlar gostinitsa Burj Khalifa.